Siyosiyonlar en çoğun ictimai şunas. Şunun için ular cemiyetke islahat fikirlerini, hatta inqilab fikirlerini bereleydi. Bizning hammamizning siyosatini buluşumuz natayin. Ama biz çokum bir oddiy puhra, bir inson bo'lish sifatimiz bilan qanday qilsak yaxshi yashag'ili bo'lganligini o'rganishimiz kerak. Hayot xuddi cheki yo'q egiz toqqa yamashqanga o'xshaydi. Qancha egizga yamashsangiz, kuyurdigan manziringiz, oladigan royitingiz shuncha obdan bo'ladi. Ammo masala shu ediki, yamishish jarayoni u bir jafoliq jarayon. Odamlar o'xshamagan yo'lni tanlaydi. Ba'zilar tog'ning qattiqligi kelib, balay ekan o'sha deb yig'nab uxlaydi, bir umr o'tib ketdi. Yana ba'zilar bir ikki yil ko'zni yumib yamishib olib, undan bir ikki yilda rahat bo'lib, yana undan keyin mangda oldiga davomliq. Ba'zilar ko'zini yumiblam umrining oxirigacha yuqoriga yamishib o'tib ketdi. Uning manzirini ko'rmaylar. Yana ba'zilar akchillik bilan bir tarafdan yamishib, bir tarafdan manzirni uzrog'ash dengib mangda. Shuning uchun siz qanday tanlashni o'rganishingiz kerak. Hozirdan boshlab. Hayot xuddi Hanzula o'ynaydigan qo'rshoq shaxmatga o'xshaydi. Aramizda ba'zilar qo'rshoq shaxmatni bilmasligimiz mumkin. Hali yo'g'on taxt narsaga bir qara bilan bir oq uruqni tizib qo'yib o'ynaydigan narsa. Men bilmayman, ammo uning qonuniyatini ozroq bilaman. Uning qonuniyati nima ekan desa, kim jihyan qo'rshib olsa, shu tutqabız ekan. Ha qo'rshibga yana ichiga urib qo'ysangiz bo'lmaydi. Qo'rshimiga yana siz qo'rshib berishingiz kerak. Men bunda usta o'ynaganlarga qarab baqdim. Bu qo'rshoq shaxmat o'ynashning qiziqarli bir qonuniyati bor. U nima desa, siz chuqum o'zingizning amaliy kuchini to'g'ri mo'ljallashingiz kerak. Siz bak cho'llik qilib, qo'rshoq shaxmatning hammasini qo'rshib oldim desangiz, kuchingiz yetmay haq o'tirni avvalida siz hech nimani qo'rshab olmaysiz, nol natijangiz. Siz bak qo'qonchaqlik qilib, azroq yana qo'rshab to'xtab qolsangiz, qolgan hamma haqini oldi. Siz o'zingizning kuchini to'liq ishlatanmaysiz degan gap. Shuning uchun hayot jarayoni yolg'iz jamiyatni tushunish emas, o'zimizni tushunish jarayoni. Mening zot qanchalik qobiliyatim bor. Men qaysisini bilan qilaman. Agar aramizda ma'lum bir saboqdosh chiqib, mushu 4-o'ttirning darvozasiga qarash bilashga, men mushu darvoza bilan bo'lsam bo'ladi desiz, mening jamoash emas bo'ldi. Ammo masala shu ediki, siz darvoza bilan bo'lgandan keyin darvozadan kirib chiqayotgan, o'zingizning o'z vaqtida saboqdosh bo'lgan, ammo bugungi kunda maktab mudiri bo'lgan, mashinalarga chiqib qo'sig'ini kirib mangan saboqdoshlaringizni ko'rgan vaqtda ichingiz etishmaydigan, ko'zingiz qizarmaydigan bo'lish kerak. Chunki bu yo'lni siz o'zingiz tanlagan. Bir darvoza bilan bir maktab mudirining o'ttirsida inson bo'lish kuchidan hech qanday farq yo'q. O'tma o'xshash. Har ikkingiz bir tashlag'ma yeydi, bir karvat yeydi o'xshashligi. Lekin insonning o'zidan rozi bo'lish natijasi intayin muhim. Agar bu sho'jan apandim nimaga ma'rif idorasiga jujon olmoqchi bo'lib bulanmasa bir umr azob ichida bu. Nima qilman jujon ololmayman adam. Darvozadan bo'lganlikdan qo'shilib ketgan bo'lsa bir umr baxtsiz edi. Uning farqi yo'q hech qanday. Masala hayotni loyihalash jarayonida siz hayotni tushunishimiz, o'zingizni tushunishimiz, oqilona so'g'uqqan bir xulosa chiqarishingiz va shu xulosaga o'zingiz ega bo'lishingiz kerak. Biz hargizmi natijani boshqalardan ko'rmasligimiz kerak. Aramizda nurg'un savollar bor. Men matematika bak qiziqqandim, elki ma'lum, ochiq yomon ma'lum kirib meni bir tillab, shuningdan keyin matematikani o'rganmadim. Hammani qilgan ashog'ri gunohkor mana. Siz maktabingizni bitirib chiqibsiz, ma'lumingiz yil-yilda ashtaq tillab qoldi, o'qitayverdi, o ishni bilmaydi, uninglar hech qanday aloqasi yo'q. Shuning uchun odam har qanday qaranchi qolgan vaqtda oxirgi hisobda yuz chiqarishi va shu qarorga ega bo'lish kerak. Hayotni tushunish, o'zini tushunish, u undaq demak deb qo'ygandeklar oson ish emas. U murakkab bir jarayon. Shuning uchun biz ko'proq do'stlarning 20 yosh atrofidan boshlab hayotini loyilab, 30 yosh atrofida tugatishni umid qilamiz. Hanzulada sanshorli degan gap bor. Biz Uyg'urlarda qiz bola 25 yoshda odam bo'ldi, o'g'il bola 30 yoshda odam bo'ldi deymiz. Uning davlisi bor. Siz 25-30 yoshga kirgan vaqtingizda o'z hayotingizning qanday o'tadiganligini taxminan bilishingiz kerak.
Men mushu professor bo'lib o'tib ketgan bo'ldim-da bir umr. Men arukash bo'lib o'tib ketgan bo'ldim-da. Men bundaq deb o'zingizning bir umrni mo'ljarlab, shuni rallilishingiz kerak. Bo'ldi, Xudoga shukr har holda. Odam o'zi erishmagan narsalarga davomli holda erishib, erishgan narsadan davomli holda faxrlanib o'tishni bilish kerak. Bir qilchaq bor ekan, to'xtamay yig'laydi ekan. Chunki uning paytiq yo'q ekan. Ammo bir kuni ikkinchi bir qilchaqni ko'rdi-da, yig'lamaydigan bo'ldi, kulib yuradigan bo'ldi. Sabab u ko'rgan qizning ikki puti yo'q ekan. Shuning uchun hayot rahmat. Shuning uchun hayot o selishtirish jarayoni. Biz hozirdan boshlab hayotni tushunishimiz kerak. Amalda sharoitimiz yor bersa, ko'proq chiqib ko'rib beqishimiz kerak. Biz aqlli qavm, qobiliyatli qavm, mehribon qavm, bilan qavm, madaniyatimiz bor qavm, birli cho'ng ojizligimiz bor qavm. Biz bekinmi qavm. Biz boshqa berishni xohlamaymiz. Xotanga berib, xotanliklar bilan shunda paranglashsanlar, bular xotanni yer sharining markazi deb o'ylaydi. Men bu hozirgacha Kutani 4-o'tirni yer shari madaniyatining markazi deb o'ylayman. Mustaqillik. Bizniki bu intayin cho'ng ojizlik. Biz so'g'uqqan holda dunyoni ko'rishimiz kerak. Men Amerikaga bordim, Singapurga bordim, maktablarni ko'rdim. Maktablar har yili bir necha qitim o'quvchi bolalarni yer sharining o'xshamagan yerlariga olib ekskursiya qildirdi ekan. O'qiyotgan bolalarni. Albatta bizning unda sharoitimiz yo'q. Pul ketadi unga. Ammo buningdan keyin jamiyatga chiqsanglar, sharoitingiz bo'lsa, Oqsuq vaqtida chuqur berish kerak. Urumchiga vaqtida bo'lsa chuqur berish kerak. New York vaqtida bo'lsa albatta uni berish kerak. Ko'rgan ko'ginni qiladi, ko'rmagan nemisni qiladi deydi. Ko'p ko'rish kerak. O'rganish kerak. Butkul yer sharining umumiy jo'grafiyasi, siyosiy, iqtisodiy, madaniyati ahvolini tushungandan keyin o'zimizning shu shaxmatning nari turayotganligimizni bilishimiz kerak. Mana bu urush. Butkul hayot urush jarayonidan iborat. Urush tutgan general kim o? O'zini va dushmanni tushuna oladigan general. Agar men gigant adam bo'lib, odamlarning hammasi bunchalik adam bo'lib qolsa, mushu maydonda urushib qotgan bo'lsa, men eng no'ch qo'mondan. Chunki men bunda qarab qolayman, kim nima turibdi, kimning yo'g'on quroli bor, kimning kichik quroli bor, kim qayerga ketish kerak. Barliq baxtsizlik, barliq mag'lubiyat bilmaslikdan keldi. Bugungi dunyo usul davri. Biz hayot yashash jarayonida eng zo'r darajada usul to'plab, foydali omillarni eng zo'r darajada joriy qildirib, foydasiz omillardan eng zo'r darajada o'zimizni tortishimiz kerak. Har bir odamning biz yaxshi qilishga vaqt keldi, har bir odamning chuqur aytish kerakki, boshqalar yetolmaydigan ortiqlik bo'ldi. Va uning boshqalarga yetolmaydigan nurg'un kamchiligi bo'ldi. Masalan, men biroz urug'roq boksirchi bo'lsam qamlashmaydi. O'qituvchi bo'lsam hali gapdan men bo'lib qoladi. Demak, odam o'zining ortiqchiligini joriy qiladigan tarafga qarab menish kerak. Kichik vaqtlarimizda hozir ham yo'q uqmayman. Bizningki yoqi degan yerda kishilar tuxumchi kish o'ynashni yaxshi ko'rdigan. Tuxumchi kishning qiziqarli bir jarayonini ko'rsizlar. Birisi past tuxum tutib, yana birisi urdi. Elaqi urdig'ini yo'g'oq tutdi deydi. Tutsoqqani unmaydi, kichiktimadi. Nimishga? Maqsad urdig'ini o'zining eng kuchli yerini, qarshi tarafning eng ojiz yeri urmoqchi. Bu hayotdagi eng aqlli qonuniyat. Shuning uchun biz har birimiz o'zimizning amalda ortiq yerini joriy qildirishimiz kerak. Bu yigitlar lanchronash kerak. Bu ipaqalar boshqa qilish kerak. Bu ipaqa adam lanchronamayib kirib qamlashmaydi. Demak, yo'qim. Hayotni loyihalash jarayonida biz har birimiz to'xtovsiz holda o'zimizni kuzatishimiz, o'zimizni tadqiq qilishimiz,
jamiyatni tadqiq qilishimiz, o'zimizning qandaq yerning boshqalardan ortiq ekanligini o'qishimiz kerak. Biz musobaqaga tushmoqchi. Biz cho'qim puchqaltiroq odamdan deb yugurishimiz kerak. Put uzunni yana qo'yib bo'lmaydi. Mening go'ndu qomra qilishimning sababi shu. Buyum egiz ko'rindi yag'atsam. Shuning uchun biz hammamiz butkul hayot raqobati jarayonida o'zimizning ortiq yerini tepishimiz, uni cheniqtirishimiz, joriy qildirishimiz, o'zimizning buyukligini o'ttirib chiqarishimiz kerak. Shuni bilishimiz kerakki, rahmat. Tarix barliq qavmlarga oxirgi bir qatimliq fursatni ta'minladi. Yana 30 yil o'tsa, mushu bir avlod yoki ikki avlod o'tsa, hech qanday qavmda o'zgarish bo'lmaydi. Bilib qolishimiz kerak. Hozir bizga intayin cho'ng fursatlar bor. Sizlarning oldinglarda ajoyib yaxshi fursatlar kutib ketibdi. Otqallistak oltini saqlayapti. Gap shuni topa olishingda. Men mundaq ikki kitobni o'qigan. Bak. Zirkib qalsanglar, qo'llayib qo'ying to'xtab qolaman, ha? Men mundaq ikki kitobni o'qigan. Birinchi ta'sir qilgan kitob nima desa, Xanzuchi desak, Ziyajlu, ya'ni kesib tanlashning yo'li deydigan kitob. Bu kitobda deyilishcha kesib mundaq 4 turga bo'lindi ekan. Birinchisi bular qizil yo'l debdi, Xungdor. Bu ma'lumki Xungsadagi ma'lum siyosiy qizillar munosabati yo'q, ha? Xungdor degani boshliq bo'lish. Yo'g'on boshliq bo'lish, Amerikaning zo'nto'mishimi Xungdor o'xshash endi. Yo'g'on boshliq bo'lishning yo'li ma'muriyat yo'li. Bu birinchi yo'l ekan. Ikkinchisi bular debdiki Xongdor. Xongdor degani ma'muriy organlarda yoki idoralarning ichida uning asosiy mexanizm odam bo'lib yashash. Masalan, katib, odatlik odam, cho'ng boshliq bo'lishni o'ylamay, undaq odatlik odam bo'lib yashash. Uchinchi birisi nima desa, Luydor. Luydor degan nima? Yeshil yo'l. Yeshil yo'l degan nima desa, texnik o'rganish. Ma'lum bir yo'nalishni egallab olib, mendek odam yo'q deb yurish. Oshpazlik qilish, doktorlik qilish, o'xshash katta farqi yo'q. Remotchilik qilish, yana bir nima qilish degandek yo'nal egallash. To'rtinchi bir yo'l nima desa, xidor. Xidor degani ma'lumki nimadiki lukchaklardagi xidor emas, ha? Pul tepishning yo'lini xidor deydi ekanda. U lillo yo'l bilan, qonunli yo'l bilan pul tepishning yo'li. Mayli dehqon bo'ling, mayli siz divan bo'ling, yoki o'qituvchi bo'ling, yana birini bo'ling, hammasini mush 4 turga bo'lgili bo'ling. Odam sizlardek vaqtdan boshlab o'zining zodi qaysilarini tanlashini o'ylash kerak qiladi. Men qizil yo'lni tanladim, men Abdumrayga reis bo'lma deydiganlar bo'lsa, tirish beqish kerak. Kim bilib bo'lib qolamsiz bir kun. Yana bir o'lar bo'lsa, men seriq yo'lni tanlab, shunday bir normal yutib tashlab maylis, bo'ldi, yomon bo'lmaydi. Yana ba'zida yeshil yo'lni tanlab, men bir texnik hunar o'rgandim desa, bo'ldi. Yana ba'zida men ajoyib chiqib topatdim desa, bo'ldi. Ammo masala shu ediki, 5 qo'lni biroq eg'izga tiqib olmaydi. Bir necha yil oldida mening bir savoqdishim albatta tibbiy mutaxassis. Mening bilan maslahatlashmoqchi bo'lib, mundaq bir fikrni o'tirib qo'ydi. Meni doktorxonaga yo'njon qildigan doktordi. Shuning uchun sening munosabating jiq, men azroq bitta tegizga qilib qo'ysam, men bir yo'njon bo'lib qolsam. Ammo men shuni o'ylayapman, yo'njon bo'lsam, men kasbni olib qolsam bo'lmaydi. Men kasbimni ichiga tursam bo'lmaydi. Andan keyin ancha-muncha bir pul topadigan yo'llar bo'lsa, menga bir ko'chib qo'ysa, men azroq pul tepasa, yana nima? Men shundoq anglab baqsam, bu avliyoning qo'sig'ida nimbaka desa, 4 rangning hammasini tanlaydi ekanda bu. Ham amalsiz ekan bu. Ham texnikani egallaydi ekan, ham pul topadi ekan, ham xizmat qiladi, hammani qiladi ekan bu. O'tirib olib tasdirladim tavoqdishim bo'lgan ekan bir oqshom. Xudoyim sog'lan olsamda hammasi boshqa odam yo'qmi? Shuning uchun men dedim, sen birni tanla. Sen yo'njon bo'lsa texnikani tashlaysan. Pulni o'ylamaysan, bo'lmasa xiyonatchi bo'lib qolib ketsan. Bilan odda yo'njon bo'lsam, pul musicaldo, texnika musicaldo, yana bir narsa music, hammasi musicaldo. Yoki sen ondan texnik bo'lsa, boshliqni qo'y, qo'shamatni qo'y,
Kesellerine Makarvat'ta çoğun başlık yatkan bolsa, Makarvat'ta diha yatkan bolsa, bir başlık kö, karın olmuşsun onun ulan. En noç doktorlu bol de. Yak sen tutup mende o gapni kıl. Ama onun yolunu göstərib qoyay. Şunun için adam hayatıda hemmini narsaga erişe olishi mumkin emas. Hayotdagi eng cho'ng mag'lubiyat nadin keldi? Eng cho'ng mag'lubiyat ahmaq ovchiga o'xshash matoshqanni qo'g'lab adirib qo'yib, yana bir toshqanni qo'g'lashdan keldi. Shuning uchun biz o'zimiz nishon qilgan toshqanni ondan ko'rib olib, to'xtamay toshqanni qo'llashimiz kerak. Shuni tutishimiz kerak. Shunga rozi bo'lishimiz kerak. Bir umr bu ancha uzun narsa emas. Men mushu maktabdan diplomimni ko'tarib chiqayotgan vaqt hayotim dedim uzun yil o'tkazib deb. Yana bir o'ylasam tunugun kishtaklab bo'lindi. Men bu mishada o'tirib diplomat ketgan. Shu vaqtim zal yo'q deb talada qilatdim. Hozir zal yo'q ekan. Yaxshi kitob o'qishlam. Ha? Rahmat. Mening bir amrim bor. Men bilan birga bog' doktorxonada ishlayapti. Burun yikodosh o'tavasidiki bir doktorxonada muhim doktor edi. Bir sorunda o'tirib, bu og'inam menga bo'lgan bir mamnuniyatni bildirdi. Meni madilab ketdi bu. Sen noit cho'ng ish qilding. Men deydi, mushu o'z sohayim bo'yicha not professor bo'lib, pensiyaga chiqqan vaqtda sening ishlaringga eng yaqindan qarshi berman. Xotirjam bo'l, deb aroqni ichib etib, bu qattiq maytisi ko'rdi. Shuning bilan meningdan toza 2 soat tilishdi bu. Mening ochig'im yamoq, ba'zi tillab qo'ymoqni. Ben dedim, ahmaq. Birinchidan sen Şinjan bo'yicha emas, Urumchi bo'yicha bir cho'ng mutaxassis bulamaysan sen. Hanzuchini menda so'zlayolmaysan. Sen tilda men nimda qidiraman emasda bu. Ikkinchidan men hozir odamga muhtoj. U vaqtda odamga muhtoj emas. Sen fikliman desam yordamingni olmayman men u chaqda. Uchinchidan sen qerib moqchib ketgan vaqtimda uyingga borib uxlash qilaman deb o'ylama. Bizning nurg'un odamlarimiz bor. 40 yosh, 50 yosh, 60 yoshga qolganda bu. Buning nurg'un g'oyalari bor bu. Yana uni qilmoqchi, buni qilmoqchi. Men bor, pensiyaga chiqqandan keyin zot anda qilib, bunda qilib deb beka gap bu. Odam umrida bir ishni obdan qilish kerak. Bir ishni. Nima ishni qilishingizni o'zingiz o'ylashingiz kerak. Men xeyli uzoq yillar bo'ldi. O'zimning salohiyatim haqida o'ylang'ili. Men shu vaqtlardan tatib o'ylangan. Masalan, mening salohiyatim tuluqsizdan avval shoirdaman. Tuluq o'tirdim, matematik olimiman. Orliqda biroz egizpas bo'lgan bilan uning keyindan men adlaga mutaxassis. Keyingi vaqtlarda bog'duqurning qurilishiga agishib, men bag'anchi o'zimni bir korxonchi bo'lsam deb umid qilyapman. Bo'ldim hozir taqib bilmadim. Mushu ikki salohiyatga foydali ishning hammasini qilaman. Faydasız iş olsa bir nima qilmaydi. Chunki butkul hayotning jarayoni tavlash jarayonidan iborat. Biz korxonchilik haqida so'zlaganda mundaq bir formulani o'tirib qo'yamiz. Korxonada strategiya degan bir gap bor. Strategiya degan nima desa, 3 chambar. Birinchi chambar mening nimani qilg'im bor. Ikkinchi chambar men nimani qila olayman. Uchinchi chambar meni nimani qilishga yo'l qo'ydi. Sharoit, obyektiv sharoit nimaga yo'l qo'ydi? 3 chambarda bu. 3 chambarning kesishgan yeri. 1 chambar, 2 chambar, 3 chambarni siz sanlar, uchinchisining bir kesishgan yeri strategiya degan shu. Qilg'ingiz bor ishning hammani qila olishingiz atayin. Qila olgan ishning hammasini qilishga yo'l qo'yishni atayin. Mening mana bankaga kirib pul chiqqan bat yo'q bilan bu chiqib olmaydi uni. Tutib olib saqchi berib. Hayotim shunga o'xshaydi. Hayotingizda bu sizning nimani qilg'ingiz bor? Nimani qila olasiz? Nimani qilishga yo'l qo'ydi? Buni siz tadqiq qilishingiz kerak. O'rganishingiz kerak. Tanlashingiz kerak. Siz bugun mishada Erkin doktorning leksiyasini anglayotgan bo'lsangiz, sinfda o'rganish qiladigan imkoniyatingiz bo'lmaydi. Oqshomlik shoqaroq bo'lib diskoyga ketib qolsangiz, o'rganish qiladigan fursat bo'lmaydi. Mani qilsangiz aniqlamaysiz, mani qilolmaysiz. Birga turishingiz kerak. Men bir vaqt hammani qilamayotsangiz bo'lmaydi. Bir kun, bir soat, bir minut ana shunday. İnsanning bir butun hayotimi shunday. Men hammani uni qilsam, buni qilsam mumkin emas. Siz bir ishni yaxshi qilishingiz kerak. Shu ishni utuq qazishingiz kerak. Kishilar mushtlashgan vaqtda hech qachon bir-birini manda qurmaydi. Manda qurdi.
Немешке? Күшін шығып, бір ноқты құрыш керек. Әгер қарамырақ адамлар болып қалса, құлының ұшығында түймейден бинасын қылып, күшіні ұшығырақ қылып, ұрыста текем яқшы болады дейді. Бұл неме деген кеп? Бұл ма yüzünü кішілеттік деген кеп. Күшіні бір яғы интік жығдық деген кеп. Şunun için öz enerjisini qancha kichik nuqtaga fokus nuqtasiga chiqa olgan odam utuq qozonadi. Hammadan utuq qozonishni umidi bor. Hammadan. Rahmat. Bu birinchi kitob haqidagi gap. Ikkinchi kitob. Meningki olimiz shu Changjiang juyanda o'qigan vaqtdagi praktik so'rimning yozgan bir kitobi. Bu kitob biroz murakkabroq. Agar aramizda Hanzu juganga o'qiydiganlar bo'lsa, men o'qishib chiqishimni umid qilaman. Bu kitobning ismi Le Sheng Yi Chou. Le Sheng Yi Chou degan gap biroz luftush degan gap. Jiqtamang azra qutung degan gap. Bu kitobni o'qigandan keyin nurg'un odamlarning kallasi ilq aeroplandan tushganda quloq tang dechilganda chaqqita jikdi. Nimishga? Bu yerdagi intayin muhim bir masala. Biz islohot etib etishdan keyingi turmush reallığını o'ltag'an yoshlar emas, cho'nglarmi atrofliq tushunamidi. Bu kitobda vaziyatni bundoq tushuntiribdi. Jumguning bozorlashish jarayoni hozirgacha iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan aytgan vaqtda mundaq 3 bosqichga bo'lindi ekan. Uning birinchi bosqichi fursatlarga liq to'lgan davr. Mesela 70-ci yılların ahiri 80-ci yılların beşida mayli gazır satqan bolsun, qassoblik qilgan bolsun, nemish qilgan, ish qilib ovqat qilganning hammasi pul topdi. Shuning uchun o mayli qo'sig'ida ilm bolsun, bilim bolsun, qobiliyati bolsun, bo'lmasin, bular noit kat yashab ketdi. Buningdan kishilar bilim asqatmaydi ekan degan bir nazariyaga o'tirib qo'ydi. Ammo 90-ci yılların kirishiga agishib, siyosatning mukammallashishiga agishib qanday odamlar pul topdi desa, boshliqlar og'in odamlar pul topdi. Ya'ni siyosiy yo'lnish yaxshi odamlar pul topdi. Davlat korxonalarini sotdi, o'ldi, bu o'ldi, nurg'un fursatlar keldi. Ya'ni siyosiy yo'lnish yaxshi bo'lgan odamlar pul topdi. Endi 2000-yilning oxirisida ketib o'tamiz. Asta nega bor ekanmiz deganda, asta haqiqiy bozorlashish davriga boramiz. Haqiqiy bozorlashish davrida burunqiga o'xshamaydi. Hozir AQSh qilganlarni para bergan, para yeganning hammani tutyapti-da hukumat. Tutmamin, yo'qotsa, hech kim para bermaydigan, para olmaydigan bo'lsa, u vaqtda haqiqiy kuchingizga tayinib iliqlab qilgan bo'lsangiz, elishadigan bo'lsangiz. Bir parcha go'sht 10 buyur tayyorda, burunqida 10 parcha go'sht bir buyur emas. Uxlab yetib, o'g'lingizni tilingizni yevasingiz bo'lgan. Unda ish yo'q endi. Men gondun qo'ydim. 20 yaşlık, 30 yaşlık balalar şunçilik kabiliyetlik, şunçilik iqtisodiyotga var, şunçilik noti. Siz Gondun etrafında bir savadsız ticaretçini görmeysiz. Hemmisi yuqori savatlık. Hazır nurgun karxançılar, nurgun ticaretçiler 100 ming koy, 500 ming koy, 1 milyon degan pulni qanchab o'qiyapti. Men Şimali Şinjan'da bir vilayette intayin bek pul tapkan bir bayvetçi akımıznikide miman buldum. Moğol daspansılıp miman kıldı. Bu muşu parang çıkkandayken bu adam to'lib mansibmigan bir qiyofatda ashunchalar pul qanchlar tijoratni o'rgangicha meni yana pul kelsin ashlar malla o'tib qo'yay. Bo'ldi aka sizni o'rganimiz dedim. Demak, shu akashlarning kallisidimi? Tijorat deganni o'rganadigan narsa bor degan xiyol bor. O'rganadigan narsa. Hammani o'rganish kerak. Raqobat ojiz vaqtda siz qandaylik qilgan baxtga olasiz. Ammo raqobat kuchlangan vaqtda siz noytin nurg'un tayyorlik qilmay turib qolishingiz mumkin emas. Shuning uchun savoldoshlar hargizmi bizning atrofimizdagi mundaqroq ko'rinsimi, tuzuk qobiliyati bo'lmasimi, obda yashayotgan mayli iqtisodiy sohada bo'lsin, siyosiy sohada bo'lsin, ma'mur sahiya sohada bo'lsin, mundaqroq bo'lsin bir amal qilib jambaq ketayotganlar qarab, shunday qilib jambaqsaq bo'ldiga o'xshaydi deb o'ylamanglar. Sizlarning davringlar kelgan vaqtda haqiqiy sahnaga chiqib kelishadigan davr keldi.
kimning biligi tompay bo'lsa shu o'tidi. Biligi ojizlarga amal yo'q seyib kirib uxlab qolish to'g'ri keldi. Shuning uchun hammaning biligimizni yo'g'ontishimiz kerak. Hozirdan boshlab. Agar o'qish qiziqsanglar, men yana ikki kitobni tavsiya qilaman. Bu yerdan bir kitobni dedim, ha. Le Sheng Yi Tou. Yezib oldigan bo'lsa, yezib olsangiz Hanzu juganga bilan bo'ldi. Ikkinchi bir kitob Lang Hai Zhan De. Uchinchi bir kitob Ying degan Hanzucha ustush degan gap. Bu qolgan ikki kitob to'g'risi tafsili demay. Vaqt kunni o'ltirib ketadi. Ikkinchi men to'rtinchi o'tirib tafsir qilmaydigan bo'lib qolmasa yana, ha? Shaymon qilib. Oxirida savodashlarga yana bir qatim ta'kidlaydiganim har biringlar qissas egisi, har biringlar qudratning manbasi, har biringlarda boshqalar tengilanmaydigan bir ortiqchilik bor. Shu ortiqchiliklarni tepishinglar kerak, shuni yengishinglar kerak. Savodashlardan o'tindiganim o'rinliq, qo'qonchaqlik, dang'ashlik, parvosizlik hamma odamda bor. Men savodashlarning mundaq nachar holatlarni, ruhiy kayfiyatni yengishini, qiyinchilik oldida bosh egmasligini umid qilaman. Jafo tatmay halolat yo'q. Men machechimni bayatın tushda 2 soat jafo tatib bo'yab keldim. Savodashlar qiyir ko'rinib qolmaydi. Oqirib ketdi hammasi. Madamcha aqamatning savodishim ma'o. Odam shunday qarasa, beshida nur chaqnayotgandek navoyda baxt ko'rindi. Ammo uning besib o'tgan yo'lini o'ylagan vaqtinglarda uning qanchalik jafolarga bardoshlik berganligini ondan bilalaysiz. Eng oxirisi demoqchi bo'lganim, hayotning yo'li boshlanish nuqtasi nada desa, har birimizning topinimizning ostida. Biz o'rnimizni midirmay turib mangu misha to'xtaymiz. Faqat bir amal qilib, bir qadamdan oldimizga mangid ekanmiz. Har birimiz o'zimizning yo'q istiqbolini, baxt kunlarini, umid qilgan nishonlarimizni topa olamiz. Ko'pchilik rahmat. Bizninki o'ylab yiqishimizga arziydigan eng muhim tema. Bugun Erkin tog'imiz bizga nihoyat qimmatli va dono bo'lgan fikrlarni bayon berdi. Biz bundan keyin shu tog'imizning so'zlarini esimizda cho'ng tutib, texmo yaxshi o'rganib, tirishchiligimizga tirishchilik qo'shaylik. Rahmat sizlarga bundan keyin turmushida o'qib tilaymiz. Bugün Erkin doktor bizga o'g'inish va istiqbol to'g'risida intayin muhim leksiya berdi. O'ltirgan o'quvchilarga va o'quvchi savodashlarga o'g'inishning nimaligini, nima uchun o'g'inishning lozimligi, qanday o'g'inish kerakligini va qanday yashash lozimligini, kelgusi istiqbolimizning hammamizning qo'li ekanligini yana bir qatam ro'shan tonutdi. Men barliq savodashlar Vakalatan, maktabimizga o'qituvchi vakalatan yana bir qatam cho'nqur rahmat aytaman. Erkin doktor rahmat. Ayşem xonim maktabimizning peshqadam o'qituvchisi. Menmo o'rtib so'zlay. Çünkü Erkincan'ga ders ötken, maktabimizning mushu to'liqsiz yilliklarda o'qiyotgan va to'liq yilliklarda o'qiyotgan mush mezgillarda biz mushundaq ta'lim tarbiya mush usulda bergan. Yana bu yoq qutlug' qadami shuncha uzun yildan buyon ora yetibdi bu joyga. Bizning mushu ajr mehnatimizni qayta aslab, bundan keyin pat-pat kelib turgan bo'lqas ajab emas. Shunga sizga yana o'rtib so'zlab berishni loyiq ko'rdim. Yuqorida biz Şinjangda danlıq karxanachi bo'lib tanilgan yoki mush tibbiy ilm sohasida zo'r utuqlarga erishib, shon sharaf chiqqan, ya'ni Erkin Hoshim bilan tafsili tanishdik. Necha vaqtdan beri sizlar televizorlarda ko'rgan.
nomini nurg'un qatim anglagan. Lekin yuzaki munda qilib 100 turani ko'rishga nisb bo'lmagan. Ammo bugun qandaqlan bo'lmasin, mushu xosiyatli minutlarda Erkin Hoshim bilan 100 turani ko'rishib, uning kishi qalbini larziga soldigan ajoyib nutqlarni anglash fursatiga erishdinglar. Shaxsan men o'z nomimda shunday aytamanki, men nihoyat zo'r ta'sirlandim. Gerçi nurg'ulg'an mushundaq tabiiy qalblarga bilim urug'ini chechib, mana mushu zamonda yoki mushu 4-o'rta maktabda 29 yil ishlagan bo'lsam-mo, o'qitgan o'quvchilarimizning bugünkidek mushundaq zo'r shuhratga erishib, yana ona maktabini aslab, yana o'zi o'qigan maktabda keyingi avlodlarga o'zining qalbini izhor qilib, o'zining bilim urug'ini chechishini mening tunji ko'rishim. Erkinjon Getjan kechikib keldi bu maktabga. Men yana burun ustozi bo'lish sifatim bilan bu jihatda ozroq tanqidlab qo'yg'im bor. Siz to'limi kechikib keldingiz. Ammo qandaqlan bo'lsin keldingiz bu joyga. Keldingiz. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Men sizning bolalig'ingizni ozroq eslatib qo'yay. Biz sizga dars bergan aşı vaqtlarda, to'liqsiz o'qi aşı vaqtlarda Erkin Hoshim dadisi mushu maktabni qurg'uvchilarning biri. Ya'ni bizning ayni vaqtdagi maktab mudirimiz, 4-o'rta tunji maktab mudirimiz. Opsi Transa xonimni o'xshashda mushu maktabning siyosat o'qituvchisi edi. Shaxsan men shu yillardan boshlab, men shu vaqtning o'zida Erkinjon darsga shu vaqtlarda bir tabiiy bola muallim edim. Endi yillar o'tib, 20 necha yillar o'tibdi. Erkinjonmo yetilgan bir muallim bo'ldi. Bizlar yana mush joylarda dastlab yuribamiz. Yana nima o'qituvchi. Gerçi shundoq bo'lsa-mu, mush yillarda, shu yillarni aslasam, Erkinjon to'limi qobiliyatli, to'limi aqlli, to'limi anoyat hushyor bir o'quvchi edi. Nurg'un qatim shaxsan men o'z dars saytimda Erkinjonning mening oldimda qizirib tortib bir qatim qovulishini yoki dashnam yomon gap anglashini ba'zi umid qilib qolardim. Chunki dars vaqti bu hamon kallasi nurg'un xiyollar bordek, nurg'un ushaq harakatlar bilan shug'ullanib o'tirardi. Lekin deganimdan yomon ta'sir qilsam bo'lmaydi. Mitildab tursak bek o'qiydi ekanmiz deb o'ylab qolganman. Bir qatim bir dars saytida hozirgidek esimda eng oxiratning oldida o'tiribdi. Yem savog'dishi Qodirjon bilan birga o'tiribdi bu. Hozir Qodirjon shu o'zimiz kuchar bilmaydi. İkisi bir telefonning o'zi yasab olgan, shuni sinab qo'ygan telefoni ekan bularning. Ayadim mayaga bir qizil simni tortib toza so'zlashga turganning ustida tas qolgan men tutishni tudim chiqdi. Shu chaqda menmo Aşağıda biladigan, çünkü ma'lum bo'lganning tunji vaqtlar bo'lgan ekan, shu chaq topgan gapim bilan obdan tillab qo'ygan. Ammo nimadan bo'lmasin, kallas shu darajada o'tkiribdiki, ma'lum bir tadqiqot bilan shug'ullanayotgan shu vaqtning o'zida. Bir tadqiqot bilan shug'ullanayotgan yoki izlanayotgan bir yosh bu. Izlanayotgan bir yosh. Shu vaqtlarning o'zida izchil to'liq o'tirib bittagisini boshliq o'qidi. Undan keyin hozirdak esimda uchoqda viloyat bo'yicha 3 yaxshi degan nomga erishib qoldi hisoblanadi. Menimcha Erkinning esida bor. Tunji qatim rasmini bizdan tomga chaplab maktabda xuddi hozir doshaga chaplab qo'ygan o'xshash. Yo'g'on sortni chaplab qo'yib bizning maktabimizning o'rganish ulgisi edi bu yoq. Bu aşı derecede okuyan. Bularda müşkatadaki okuyan yaşlardan, okutuşlardan bizden mektepte mi bir türkümler var. Ular mı oy Ayşe malımda şunca kadirleydi, ben şunca fakirlime. Bugün yeni bir katın fakirini vattı be. Yeni şununla birlikte bugünkü muşu sorunga. Okşumahan sahalerde Erkincan'ın yukarıda kısleti, ruhiga varis kılıp, ilgili kişileyen, yeni bir okuvçu mu geldi mesela, Eli moralim. Bu mu kucağını tebrik edek, çoğu işlerini kıldı. Mesela kucağdaki muşu çoğu, muşu soğudu bazırının ilgisi uyak. İlgisi. Nurgul adamdan iş orulaştırdı, ularga muayyen yaşaş muhit yarattı, muayyen iktisadi ünüm ve içtimai ünüm erişti. Yani bugün Ahmet Kıvır efendim geldi bu yerge.
Ahmet Kibir efendim geldi bu yerge. Nahilik Teşviqat bölümünün muavin başlığı hem yazık-sızık sahasıdımı kuchani xili joylarga to'nitib o'ziga xos bo'lgan o'zining inovat obrazini tikladi. Mana shunga o'xshaydigan bu yerda bugun yana tarafdan kelibdi. Masalan, bularning qonunga xilof tijorat jarayonida qonunga xilof ish harakatlari chiqib qolsa tomonidan tortilgan sotchimi bor ekanimizda. Demak, mana bu shundoq bu yerda buningga qo'shilib ma'rif sohasida jon piydaliklar ishlayotgan bir qator yana shuni orqanglarda tizilib turibdi. O'qituvchilar qo'shini bor. Demak, bu yerga nurg'ulg'an ixtisos egalari bugun jam bo'libdi. Endiki umid jim turinglar. Endiki umid sizlarda. Yandagi narsaning qadri yo'q albatta. Necha vaqtdan beri atrofinglar parvondek aylanib, shuncha vaqtdan buyon sizlar uchun jon ko'ydirib yursak, qirg'ini ishlab olmay qilib, shundoq so'zlaydigan o'xshaydi deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Lekin meningcha ideya jihatdan sizlar yana bugun bir qatim yangi bir dars oldinglar. Biz kitobda o'qitgan nazariy bilimni yana bir qatim amaliyotdan o'tkazdinglar. Chunki Erkinjondek mushundoq qutuq qozongan korxona egalari, ya'ni ixtisos egalari o'zining amaliyoti orqali ilm ma'rifatga berilishning, tirishib o'rganishning, o'zi ustida, o'zining istiqboli ustida o'ylanishning naqadar muhimligini jonliq amaliy misol orqali sizga so'zlab berdi. Buningdan cho'qim sizlar alayda ta'sirlanishingiz kerak. Masalan, mendek bir muallim ta'sirlangan yerda sizlar nima deb ta'sirlanmaysizlar? Chunki nurg'ulg'an tog'i davollar sizlarning oldinglarda. Parlaq istiqbolmi sizlarning oldinglarda. Agar uni topolmasanglar, tunimasanglar, mush izinglarda yoki mush kuchada, yoki asfaltqat ko'chalarda, yoki on teatr yo'llarda mengo shundoq turib qolasizlar. Demak, har kim o'z baxtining qurg'uvchisi faqat o'zi. Har qanday bir odamni o'zi qutqiza olmaydi. Biz faqat sizlar uchun bir tashqi sabab. Bugun Erkinjon so'ziga mushu nutuq sizlar uchun bir qatimliq harakatlantirgich kuch bo'lish kerak. Odam deganning yuragi qon bilan go'shtdan yaralgan. Albatta bu yurakni ta'sirlandi yoki ta'sirlanish kerak. Shunga sizlarga talay qatim tarbiyalarni biz ishimilik emas ishlaymiz. Sinf mudirlaringlarning beshi, bu o'qituvchilarning beshi Erkinjonning beshi maqat dedi. Shuning o'xshash eng buri oqirdika. Bizmi bo'yib oldik. Bo'lmasa sinf kirsak kimning opasida alo, kimning cho'ng opasida deb qolmasin deb bizmi bo'yib oldik ras. Ishqimizni tuzatkirmiz sinfqa. Bo'lmasa sizmi ancha ko'zgil ketmaysizlar, poshlab ketmaysizlar. Lekin baribir biz sizlarning ustozinglar. Masalan, Erkinjondek, yuqorida mushak kelgan mehmonlardek, mushundoq katta odamlarning biz ustozi bo'lgan yerda albatta sizlarni e'tirof qilinglar, biz sizlarning navbatdagi ko'z oldinglardagi ustozinglar. Sizlarni jonliq bilganlar. Shunga o'rganish u mangulik tema. Toki oxirgi nafsimizgacha o'rganish to'g'ri keldi. Har bir odam bir ayrim dunyo. Uning vujudida yana bir aylanga o'xshamaydigan ajoyib o'zga sirlar yashiringan. Shunga hammanglar tirishayli. Erkinjon kuchada igilik tishlabdi. Mushu munosabatda tishlagan igilik uchun noyta zo'r, qutuq, muvaffaqiyat tilayman. Garchi biz doktor emas, bu sohada bizning yordamimiz tegmaydi. Yoki yordam qiling deb zo'mizo og'irib olgan bo'lmaydi. Chunki Erkinjon bizning salomat bo'lishimizni tilaydi. Ammo agar navbat kelgan chaqda mushundoq suhbat so'rovlarini yaratib berib va yoki yana hojat chiqsa ham suhbat bo'lib degandek o'xshamagan sohalardan biz cho'qim Erkinjonni qo'llaymiz, faxrlanamiz. Yana mushu munosabatda Erkinjonga nisbatan kasbiy jihatdan yana zo'r ilgirlab, zo'r qutuq qozonishni tilash bilan birga maktabimizning tunji qurg'uvchisi Hoshim Qosim Shojonga, Transa xonimga, mushu maktabda ishlayotgan barliq o'qituvchi, ish xizmatchilar nomidan nihoyat chuqur salom aytaman. Chavag'inlar joyida chelindi Endi kuchog'i kapsiz, ilishlar jarayon davomli mushad bo'lib tursiz. Fursat bo'lsa bu tunji qatimqisi va bir boshlanish nuqtasi bo'lib qolsin. Davomli so'zlab bering. Rahmat sizga.
Maqul, bugünkü liseya faoliyetimiz nəhayət yaxşı davamlaşdı. Oltuğan barlıq savaqdaşlar bugün nəhayət yaxşı anlat berdіңlar. Biz шығасақ, bunda oltumaytınlara qoşup qaldım. Bundaki жығыны мұштақ etişine tavsiye qılımən, nəmsini açımən. Bağırlıq savaqdaşlar rəhmət. Erkincan rəhmət. Bugünkü liseya faoliyetimiz yerdə axırlaşdı. Savaqdaşlar sınıf qaytıb, sınıf müdürünün uğurlaştırışı üçün şey yapasaq olur.